kanan ey, babadan da kalgan burası. Yanır zaman ey, canım baba salkın bulantı. Namusun bir saklara der kavuşunun altından çürüttü. Tanrım duyup bakmadan ey. Assalomu alaykum o'zbek motlari, YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan O'chqo'rg'ondan akalar, Oybekamdan bo'ladi. Oybekamdan bugunga bitta yakka ot bor akalar. Video bittadan like bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Inshaalloh bugunga bir yaxshi ekan inshaalloh Oybekamdan. Xo'p akalarim, hafta kuni chorshanba 2026-yil 15-aprel. Barchangizga Bora bo'lsa akalarim, xudo xolasa bugungi chiqarish O'chqo'rg'ondan bo'ladi Oybekamdan bitta yakka otda chiroyli qilib ma'lumotlar olib beraman. Oybeka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farruh. Qachmayapsizmi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Oybeka, xudo xolasa bugungi yakka oti Bugungi shu yakka bo'ldi. Xudo bo'lsa otni ma'lumotini bering aka, chiroyli qilib. Buni ma'lumotlari laqabidan boshlaylik aka, laqab qo'ydingiz. Oskar laqabi. Yoshi nechida? Yoshlari bu yil xudo xolasa 7 ga o'tdi Farruh. 7 ga. Hozir ishlarini ham ochib ko'rsatib beraman. Obunachilaringiz ko'rib oladi. Jonivor yaxshi narsa ekan-a, tezliklari. O'ta tez narsa. Mana ishlarini keling ochib ko'rsatib bering. Ko'rsatib qo'yaylik Oybeka shuni. Bir keldingiz siz ham shamol bilan tatapdi. Hop, mana jonivor. Qolachalar hammasi. Ha, endi sal ko'rindi. Menga ko'rinyapti, endi kadrga tushmay qolyapti. Bo'ldi. Hey, Qasda ko'rindi. Hop, o'zim ochib ko'rsam ko'ringandek bo'lar ekan-da, tushunda yaxshi bo'lar. Vallah. ko'rindi? Ko'rindi aka. Tepadagisi ham mana. Tepadagilari. Bo'ldi. Yana bir bor kelib ko'rib olishaveradi Farruh. Xudo xolasa, haligi yosh katta ekan, unday gap so'zlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Yo'q. 7 yosharga olsin, 1 yosh aba Farruh. Bo'laveradi aka. Oybeka bo'yi nechi buni? Bo'yi 1.60 ustida Farruh. 60 ustida. 60 ustida. 60 ga bering aka. 60 ga beraman. To'xtatgin Bahodir. To'xtat. Mana pashta men bilan birda. Qani? Men har doimgidek 1.66 mana. 60 ga beray. 60 ga bering aka. 60 ga beray. Qolgan 60 ustida haligi-na. 60 usti. Bo'laveradi. Endi men ham hali bitta ikki ot og'ir bo'y bo'ladi-da. Farruh oyoqlarda taqalari bor. Tortamizda oyoqlarni. Mana bitta oyoqdagi tushib qoldi. Oyoqlar sog'lom aka, xudo xolasa, to'rtta oyoqlar. Hamma yo'g'iga garantiya bor. Qumqatorlari yaxshimi aka? Ay, yuvoshligi ham o'ta yuvosh mana Farruh. Mana o'ta yuvoshlik mana. Mana. Ko'rgan. Hozir shu yoqimda yurgizsam. Bo'lmasa bu yoqqa yurgiz uka. Bitta. Qani? Ana akalar orqa tomonlar. Hayt desa bo'ldi. Ana janob ketdi. Yaxshi jo'nargan-a? Ko'stemas. Xo'p, Oybeka, endi buni yedishisi, sog'lomligi, uloqlari kafolatini berasiz aka? Albatta. Endi avvalambor hayvon aka. Odam o'ziga o'zi ham kafolat bera olmaydi-yu. Lekin men biroz so'rab qo'yish vazifam aka. Endi misol uchun ko'zingiz bilan ko'rib turgan bo'lsangiz, ot ishlaganlarni, nimaga ishlaganini shunga Farruh videosini so'rasa, videosini tashab beraman. Videolari bor. Sizda videolari bor? Videolari bor. Tashab beraman videolarini so'rasa. Otni yedishtisi, shu har doimgidek yedishtisi, sog'lomligi, otni biror joyda bir nuqsoni bo'lsa, ot meniki, qaytarib olaman, gapim gap. Uloqlariga hamma yo'g'iga 100% kafolat. Olib borishsin, choptirishsin, mana ko'rishsin. Hamma yo'g'iga 100% kafolat beraman. Bo'ldi. Ot ishonarli ot, ishonchli qo'llardan olingan. Ishlab turgan aka? Albatta. Bo'laradi. Qarang, Oybeka, buni narx-navoni necha pul oladi aka? Yaqin qilib yopishtirib aytang aka. Narx-navolar Farruh $3300 kami bor. $3300. Kami bor. Kami bor, kami. Kelishadigan joyi bormi aka? Albatta kelishtirib beraman. Hali telefon qilsa, aloqa chiqsa, chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beraman aka. Bo'ldi. $3300 kami bor. Telefonim yo'q. 24 soat WhatsApp, Telegram bor. Bor-a? Albatta. Musofirda akalarimiz ko'pchilik Telegram ishlamayapti-da. O'shanga iloji bo'lsa, iloji bo'lsa aka, imoga ham bir o'tib qo'ying aka. Imo ham ochib qo'ysangiz yaxshi bo'lar. Adashmasam ko'p joylar Rossiyalarda imo yaxshi ishlayapti deb eshitganday bo'ldim-da. Bo'ldi. Shunga bir aytib qo'yganim. Xo'p.
Endi bir yangilik bo'ladi-da. Lekin obunachilar o'zlari uchun. telefon qilib tushish olmasa menga proposhtenni kelsa men qaytarib qilyapman ularga. Ha, Hammalariga. aloqa qilishyapsizmi Aloqaga aka? chiqaman WhatsAppdan ham, Telegramdan ham qaytarib qo'yganman. Endi meni vazifam Albatta aka, Qo'yish. biroz nima qilib qo'ysa. Xo'p, akalar laqab Oskar aka. Oskar. Yoshi 7 da, bo'ylari 60 60 suykani 60 ga olaveringlar deyapmiz. Xo'p, 7 ishtisi sog'lomlar, uloqlariga kafolatini beraman.